doimiy kalsiy preparatlarini ichib yurishlik bu organizm uchun foydali emas. Agar videoni to'liq ko'radigan bo'lsangiz, video davomida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. O'zi kalsiy preparatlarini qaysi dozada qabul qilish kerak? Ya'ni kunlik dozasi agar unga ko'rsatma bo'lgan taqdirda ham, juda ham kalsiy kamayib ketganligi aniq bo'lgan taqdirda ham 2000-2500 mg dan oshmasligi kerak bo'ladi. Odatda o'zi 50 yoshgacha bo'lgan odamlarda 1000 mg ham yetarli kundalik dozasi. 50 dan keyin ayol kishilarda asosan 50 dan keyin, erkaklarda 60 dan keyin kunlik dozasi 1200-1300 mg gacha ko'tarish mumkin. Endi qachon kalsiyni qabul qilish kerak degan savolga javob beramiz. Kundalik o'zingizni yeydigan mahsulotlaringizda, dietangiz tarkibida kalsiyni boyaga aytib o'tgan kunlik dozasiga yetadigan kalsiy iste'mol qila olayotgan bo'lsangiz, unda qo'shimcha kalsiylar kerak bo'lmaydi. Qachonki sizda qon analizi tekshirilgan paytda qondagi kalsiy miqdorining kamligi aniqlansa yoki bo'lmasam suyaklarning zichligi aniqlangan paytda osteopeniya yoki osteoporoz, ya'ni suyak zichligini kamayishi kuzatilgan holatlar bo'ladigan bo'lsa va yoshingiz agar ayol kishi bo'ladigan bo'lsangiz 50 dan yuqori, erkak kishilar 60 dan yuqori yoshda bo'ladigan bo'lsa, unda kundalik supplement, ya'ni qo'shimcha kalsiylardan ichishlik tavsiya etiladi. Endi qaysi kalsiy turi yaxshiroq degan savolga javob berib o'tamiz. Ya'ni kalsiylarning ham turi mingta. Bularning ichida eng ko'p tarqalgani karbonat kalsiylar, chunki juda ham arzon va juda ham ko'p tarqalganligi uchun aksariyat kalsiylar karbonat. Lekin u bilan bir qatorda yana bitta kalsiyimiz ham ko'p tavsiya qilamiz. Bu kalsiy sitrat hisoblanadi. Nimaga degan savolga, yosh o'tgan bo'lsa ham qariyalarda kumulyatsiya bo'lib asorat berishi kamroq, so'rilishi yaxshi organizmda. O'sha uchun kalsiy sitratdan foydalanishni tavsiya bergan bo'lamiz. Xo'p, kalsiyni ichgan bilan uni so'rilishini kuchaytirib beradigan qaysi omillar bor va so'rilishini kamaytirib beradigan qaysi omillar bor? Buni ham yaxshilab bilib olishimiz kerak bo'ladi. Kalsiyni ichgandan keyin uni so'rilishini yaxshilaydigan eng asosiy narsa bu kalsiy bilan parallelni ketadigan organizmdagi vitamin D miqdorini normada saqlashlik yoki bo'lmasam ikkala preparatni birdaniga ichishlik. Kalsiy bilan birga vitamin D ni ham qabul qilishlik bu eng yaxshi so'rilishni kuchaytirib beradigan vosita hisoblanadi. Birinchisi o'sha kalsiyni vitamin D bilan qabul qilishlik bo'lsa, keyin kalsiyni ichgan paytda aktiv bo'lishlik, quyosh nuri ostida bo'lishlik, bu ham kalsiyni so'rilishini yaxshilab beradi. Keyin kalsiyni miqdorini to'g'ri tanlay olishlik, boya tepada aytib o'tganimizdek, yetarli dozada berishlik yoki bo'lmasam juda ham oshirib yubormaslik. Qondagi miqdorini bilgan holatda bergan yaxshi bo'ladi. Kalsiy ichgan vaqtda aktiv bo'lishlik, ya'ni qaysidir sport turlari bilan shug'ullanishlik, ham quyosh nuri ostida sayr qilishliklar bu kalsiyni so'rilishini yanada kuchaytirib beradi. Endi kalsiyni so'rilishini kamaytiradigan holatlar ham bor. Haddan tashqari choy va kofe mahsulotlarini ko'p iste'mol qilishlik. Hozirda juda ham rivojlanib ketgan Coca-Cola, Pepsi, Fanta bu soft drinks, ya'ni ichida juda ham ko'p shirinliklari bo'lgan va gazlangan mahsulotlarni ichishlik ham bu kalsiy so'rilishini kamaytirib beradi. Chekishlik va kam harakatlik kalsiy so'rilishini kamaytiradi. Kalsiy preparatlarini qabul qilishlikni nima risklari bor? Ya'ni nojo'ya ta'sirlari nima? Kalsiy miqdorini juda ham haddan tashqari oshiq, ya'ni ko'p iste'mol qilib yorishlik yoki bo'lmasam kerak emas paytda ham juda uzoq muddatga qabul qilishlik bu organizmda kalsiyning kumulyatsiyasi, ya'ni yig'ilib turib kalsinatlarni paydo qilishi mumkin bo'ladi. Buyrakda toshlarning paydo bo'lishligi, kalsiyga bog'liq holatdagi. Yosh keksalarda kalsiyni juda ham ko'p qabul qilishlik tomir ichidagi kalsinatlar paydo bo'lishligi, mo'rtlashishiga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun kalsiy miqdorini to'g'ri tanlashlik va yaxshi so'riladigan kalsiyni ichishlik tavsiya beriladi. Qisqacha tavsiya beradigan bo'lsak, kalsiyni eng yaxshisi bu kundalik dietamizdagi kalsiy miqdorini boyitishlik. Bularga nimalar keladi? Sut mahsulotlari, yogurt, o'sha sutdan olinadigan mahsulotlar hammasi, dukkakli xandon pista, shularning tarkibidagi kalsiy yaxshi. Keyin ko'katlardagi, dengiz karomidagi kalsiyga boy bo'lgan mahsulotlarni kundalik iste'mol qilishlik bu eng organizmda yig'ilib qolib risk, ya'ni yomon
asoratlar keltirib chiqazmaydigan va organizmni kalsiyga boy holatda bo'lishligini ta'minlab beradigan hisoblanadi, ya'ni qabul qilish hisoblanadi. Agar qo'shimcha yana supplementlar ichiladigan bo'lsa, u holatda kundalik dozasini holatdan kelib chiqib turib tanlash kerak bo'ladi. Osteoporozda bo'ladigan bo'lsa, lechebniy doza beriladigan bo'lsa, 2000-2,5 mingdan oshib ketmasligi kerak kundalik dozasi, lekin 1000 milligramdan kam bo'lgani ham unaqa bir yaxshi effekt bermaydi. Ya'ni o'sha o'rtada 1000 dan 2000 gacha bo'lgan o'rtalig'ida ichish kerak bo'ladi va quyosh tagida sayrni ko'paytirish kerak. Kalsiyni vitamin D bilan birga qabul qilish kerak. Juda ham ko'p mana bu soft drinklar, kofe, choy va gazlangan ichimliklardan ichishni kamaytirish kerak bo'ladi. Eng muhim joyi kalsiyni kamayib ketishligi o'ziga yarasha simptomatikani, ya'ni belgilarni namoyon qiladi. Suyaklardagi og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Mushaklardagi kontrakturani kuchayib ketishligi, birdan qisilib turib, bo'shashmasdan qotib qoladigan holatlar, trigger zonalardagi og'riqlar, tez mushaklarni miozit, ya'ni shamollash holatlariga olib keladigan bir qancha simptomlari bor. Ba'zi holatda nevrologik buzilishlargacha, uyquning buzilishigacha ham ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. Agar kalsiyni haddan tashqari iste'mol qilib yurishlik ham bu ham bir o'ziga yarasha asoratlarni keltirib chiqadi. Boyagi bo'g'imlar atrofidagi kalsinatlarni paydo bo'lishi, osteofitlarni paydo bo'lishligiga ko'proq olib keladi. Buyrakdagi qo'shimcha qabul qilgandan keyin kumulyatsiya bo'lib turib toshlar paydo bo'lishligiga, tomirlarni mo'rtlashishiga olib kelishi mumkin. O'sha uchun albatta kalsiy preparatlarini qabul qiladigan bo'lsangiz, tavsiya berardik. Qondagi kalsiy miqdorini tekshirib, vitamin D miqdorini tekshirib, mutaxassisni bergan dozalari bilan ichishingizni tavsiya bergan bo'lardik.